Bu voqea Alyaska o'rmonlarida sodir bo'lgan. Qahraton sovuq shimoliy o'rmonlarda bo'rilar to'dasi yashardi. Ular og'ir sinovlarga boy tabiat qo'ynida hayot kechirishardi. Bu yil qish juda qattiq keldi. O'rmon jimjit, xuddi o'lim nafasi kelayotgandek. Bo'rilar to'dasi o'ljazlab kezar, lekin aksariyat kunlar ochlikda o'tardi. To'da boshlig'i qarib qolgan, sekin-asta qadam tashlar, ko'zlari xira tortgan bo'lsa-da, uning nigohida to'la hikmat bor edi. U ko'p yillar to'da boshlig'i bo'lgan, yosh bo'rilarni ov qilishga o'rgatgan, zaiflarni himoya qilgan, oxirgi o'ljani ham och bo'rilar bilan teng bo'lishib yegan, ammo endi unda kuch qolmayotgandi. Yosh bo'rilar xuddi bir-biriga qarab, qariya endi ov qilishga yaramaydi, hid ham sezmay qolgan, bizga yangi to'da boshlig'i kerak, deb shikoyat qilayotgandek edi. To'da boshlig'i esa jim. U yaxshi bilardi. Vaqt keldi. O'rinni bo'shatish kerak. Kunlarning birida bir yoshgina bo'ri bolasi o'rmon ichkarisida go'sht hidini sezib o'sha tomonga qarab yurdi. Chakalakzor oralab biroz yurgach, qor ostiga qo'yilgan tuzoq ustidagi go'shtga ko'zi tushdi. U qor ustida qizarib turgan bir parcha go'shtga va bir orqaga qaradi. To'da ancha uzoqda edi. U yana go'shtga qaradi va nafsini tiya olmadi. Balki tuzoq emasdir, deb o'ylab go'shtga yaqin keldi. Hidlab turib, go'shtni olmoqchi edi hamki, oyog'i ostidagi qor har tarafga sochilib, portlagandek bo'ldi. Bo'ri bolasi oyog'ini olishga ulgurmay, oyog'i qattiq temir iskanjasida qoldi. Bo'ri bolasi og'riqning zo'ridan uvlab yubordi. Uzoqdagi bo'rilar to'dasi bola bo'ri qayoqqadir yo'qolganini sezib, uni izlay boshlashgandi. Shu payt chakalakzordan qattiq ovoz eshitildi. Bo'rilar to'dasi o'sha tomonga qaradi. Qarib qolgan to'da boshlig'i chakalakzor tomonga yugurdi. Uning ortidan boshqalar ergashdi. Bo'rilar yo'qolgan bo'ri bolasini tuzoqqa tushgan holda topishdi. Ket tushib, atrof qorong'ilashib qolgandi. Uning ustiga qattiq sovuq va izg'irin shamol bo'rilarni holdan toydirdi. Lekin bo'rilar bolani tashlab ketishmadi. Ko'p jonzotlar bunday vaqtlarda zaif va yaralanganlarni tashlab ketishadi. Lekin bo'rilar emas. Ular ketmadi. Ular bola bo'ri bilan birga qolishdi. Tun bo'yi katta bo'rilar navbatma-navbat bolani quchoqlab isitdi. Biri ovqat, o'lja olib kelib yedirdi. Yosh kuchga to'lgan bo'rilar temir tuzoqni g'ajib, uzib tashlamoqchi bo'lishdi. Ammo foydasi bo'lmadi. Afsuski, qopqonning po'lat qovurg'asi bo'rilar og'zida suyakdek erimadi. Oradan 2 kun o'tdi. Lekin bo'rilar chekinmadi. Bola bo'ri sovuqdan, og'riqdan, qo'rquvdan titrardi. To'da boshlig'i qarib qolganiga qaramay, jarohatlarga to'la tanasi bunday sovuqlarda chiniqqan edi. U birinchi bo'lib bo'ri bolasiga mehribonlik ko'rsatdi. Uni o'z badani bilan isitdi. Yarasini yalab yuvdi. Yana bir tun o'tdi. To'da boshlig'i uxlamadi. Och-nahor bolani himoya qildi. To'da boshlig'i shu yerda ekan, boshqalar ham bo'ri bolasini tashlab ketishni xayoliga ham keltirmadi. 3-kun deganda uzoqdan kimningdir qorasi ko'rindi. To'da boshlig'i umid bilan o'sha tomonga qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, uzoqdan miltiq ko'targan ovchi kelayotgandi. Ovchini ko'rgan bo'rilar to'dasi ortga chekindi. Qariya to'da boshlig'i ham bazo'r sudralib, o'zini butalar orasiga oldi. Ovchi yaqinlashib, bo'ri bolasi tuzoqqa tushganini ko'rib, unga rahmi keldi. Kelib tuzoqni ochdi. Bo'ri bolasi ozod bo'ldi, lekin birdan yugura olmay turib qoldi. Oyog'ini sudrab, chakalakzor tomon yurdi. Chakalakzor chetida qariya to'da boshlig'i jonsiz holda
o'lib yotardi. U bo'ri bolasi uchun jonini fido qilgandi. Haqiqiy to'da boshlig'i faqat oldinda yuradigan bo'ri emas, oxirida qolib, to'da uchun jonini fido qiladigan bo'ri ekanini yosh bo'rilar tushunib yetgandi.